va rahmatullohi taala va barakatuh. Sadat Media kanalining aziz va sevimli ko'ruvchilari, umid qilaman sog', salomat va baxtiyor yashab yurgan bo'lsangiz. Azizlar, mana bugun biz Hayraton shahriga o'rtoqlar bilan kelgan edik. Alhamdulillah, vaqtlarimiz juda ham chiroyli bo'lib o'tdi. Hayratondan kelib mana Reg Yochagalan ustiga keldik do'stlar bilan. Shu yerdan bir qisqa video yo albatta bir dastur olib sizlarga tarqatsak degan umidda. Alhamdulillah, mana yurtimiz ko'p chiroyli va go'zal bo'lgan azizlar. U azizlarimizga, u aka-ukalarimiz, opa-singillarimizga tashqari o'lkalarda yashaydilar. Har birlaringizga shu yerdan salomlarimiz bor. Azizlar, mana alhamdulillah juda ham tinch bo'lgan o'lkamiz. Xalqlar juma kuni, albatta ko'pincha juma kuni keladilar bu yerlardan. Albatta sayohat uchun, tafrih uchun keladilar, o'ltiradilar. Albatta biz ham kelib alhamdulillah mana Hayratonga borib namozni o'qib, namozdan keyin alhamdulillah hotelga borib albatta do'stlar bilan yem yedik. U yerdan kelgin albatta Mazor Sharif safarimiz Mazor Sharifda, albatta Mazor Sharif tomon ketyapmiz. Shu yerdan bir dastur olsak deb mana bu yerga albatta azizlarimizdan, albatta bizning o'rtoqlarimizdan kelganlar. Xo'p, assalomu alaykum Abdulvohidjon Misha. Saatdan qibas va xayrasin. Shukr, alhamdulillah. Saatdan qibas va xayrasin. الان چه احساس دارین در شهر زیبای حیرتان؟ البته با هم بودیم، وقتی برگشت خواستیم یک ویدیوی کوتاهی داشته باشیم و اعضایی که ما و شما را از یوتیوب چینل سادات میدیا تماشا میکنن بیننده هستند. تشکر قرص با شما. بسیار چکری بسیار خوب، عالی. دیگر یک جای هستیم که بسیار ریگ و یک جای بسیار زیبا و خوبی هستند. ان شاء الله که دیگر در روزهای بعدی هم ان شاء الله خواهد آمدیم. تشکر از قرص. بسیار خوب. نخستین بارتون است یا ای که قبلا هم آمده بودین؟ بله، نخستین بار است قرص. خب چه احساس دارین؟ یک احساس بسیار خوب به شمول قرص خالد کمال و قرص نقیب الله. دیگه بسیار یک جای زیبا و خوب است. بسیار خوب. او اعضای ما که و برادرای ما که در کشورهای خارج زندگی میکنن، البته از افغانستان دور هستند، در غربت زندگی میکنن، چه گفتنی دارین برایشان؟ او اعضای ما که ما و شما را از چنل یوتیوب سادات تماشا میکنن، اونم یک جایی هستند که خداوند صبر بده برشان، دیگه در وطن خودشان هم بیا به صحت اینجا یک دیگر خود را دید بازدید کنن. بسیار خوب، ممنون. خیلی زنده و سلامت باشین. با امید این که اوقاتتان به خوبی خوشی سپری شود. تشکر از شما. زنده باشین. موفق باشین. خوب azizlar, mana bu yerga ham ko'rasiz, qor sohib Xolid Kamol Soyim kelganlar.